Pokiston qanday yo'l tutadi? Qaysi davlatni tanlaydi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan tezkor xabarlar o'z ish faoliyatini boshlaydi. Eronda bo'layotgan urush Pokistonni ham qiyin vaziyatga solib qo'ydi. Pokiston Saudiya Arabistoni bilan juda yaqin ittifoqchi. 2025-yilda Pokiston va Saudiya o'zaro mudofaa shartnomasini imzolagan. Shartnomaga ko'ra, bir davlatga hujum bo'lsa, ikkalasi ham himoya qiladi. Shu sabab agar Eron Saudiya hududiga katta zarba bersa, Pokiston yordam berishga majbur bo'ladi. Bunga yana bir asosiy sabab Saudiya Arabistonida millionlab pokistonlik ishchilar ishlaydi va ular vataniga katta pul yuboradi. Lekin Eron ham Pokistonning qo'shnisi. Pokiston va Eron juda uzun chegaraga ega. Ular savdo va xavfsizlik masalalarida hamkorlik qiladi. Agar Pokiston ochiqchasiga Saudiya tomonida urushga kirsa, Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri mojaro chiqishi mumkin. Hozir Pokiston qil ustida yuribdi. Analitiklarning aytishicha, Pokiston hozir ikki tomonni tinchlantirishga harakat qilmoqda. Masalan, u Eronni Saudiya hududiga hujum qilmaslikka ogohlantirgan. Shu bilan birga urushni to'xtatishga chaqirgan. Urush uzayib ketsa, bosim kuchayadi. Agar mojaro kengaysa, Saudiya Arabistoni Pokistondan harbiy yordam so'rashi mumkin. Eron esa betaraf qolishni talab qilishi mumkin. Bu borada ekspertlar shunday deydi. Pokiston uzoq vaqt neytral qolishi juda qiyin. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Pokiston hozircha betaraf bo'lishga harakat qilyapti, lekin Saudiya bilan shartnoma va Eron bilan qo'shnichilik sabab u ikkala tomondan bosim ostida bo'ladi.